Atiga 12,5 ming kilometr yurgan yangi Trekker'ni ham hadya qilish uchun olib qolganmiz. Bu inson o'zimizni qadrli mijozimiz, bizni ya'ni shogirdlik davrimizdan taniydigan akammiz. Okay, Tanjoning Sobitov. Yangi joyimizga birinchi bor kelibsiz, xush kelibsiz, okay. Avvalo bu mashina sizga buyurib nasib qilsin. Trekker buni olibsiz, xudo xolasa buni nisbatan jo'stkiligi bor, bilasiz. Bu qilinayotgan hadoydagi oldi salni bilan mers bo'ladi, orqa chulak kutilga qo'yiladi, orqa amortizatorga o'ziga maxsus chiqarilgan BMW amortizatorlar kelgan, garantiyali. O'shandan sizga o'rnatib beraman aka. Xudo xolasa bu hadoydagi bitta yurib turib o'z fikringizni yana menga telefon orqali aytishingiz mumkin. Rahmat, rahmat. Mana endi siz mana eskidan taniysiz. Boshqa mashinalar minganingizda ham kelgan paytingiz qo'limizdan kelgancha sizga yaxshi xizmat ko'rsatishga harakat qilganmiz. To'g'ri, mana shunchalik hurmat qilib kelganingiz uchun avvalo kattakon rahmat. Sizni mahallangizdan, ya'ni Andijon Mirzaahmedovdan siz. Sizni mahallangizda meni klientlarim juda ham ko'p bilasiz. Buni hadyodan keyin o'ka bitta mijozlarga siz o'zingiz tarafdagi qadrdonlaringizga bitta tavsiya qilib qo'yasiz. Yaxshi yomonligini realniy bo'rni aytasiz. Bo'ldi, gapsiz bo'lish mumkin emas. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana Muqaddim ukamiz rostdan gapirib o'tdi. Yoshlikdan bilamiz, shu hozirgacha tajribalari oshib, mana muxlislari ko'payib, muxlis deganim demoqchiman, podpischiklari o'zini haligi ko'chadagi shu Trekker boshqa rusumdagi mashina mingan sho'purlar shu yerga kelishyapti. Qadrdonimizni bugun topdik. Doim kuzatib boramiz ijtimoiy tarmoqda. Bugun nasib bugun o'ylaymizki, mana Muqaddim aytgandek, yana yumshoq o'sha o'zimizni 60-70% ga mashina o'zgaradi. Xudo xolasa sizga yoqadi. Hammaga yoqib kelgan, sizga ham yoqadi. Bilaman, yuragingiz juda ham tor. Yuragi tor mijozlardan. Biladilar. Xudo xolasa yoqadigan qilib beramiz inshaalloh. Minib ko'rib, qolganlarga ham tavsiya qilib qo'yasiz inshaalloh. Rahmat. Sog' bo'linglar.